Kunlar ham issiq qoldi. Ko'pchilik yerlarini haydash maqsadida traktorlar chaqiradi yoki uyda moli bo'ladigan bo'lsa, molini sotib, kichikroq traktor olishadi. Ya'ni uylarida leva qilish maqsadida. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz kunlar issiq qolganligi sababli o'zimizning fermamizda turgan mini traktorimizni sotuvga qo'ydik. Komplektida nimalari bor, nima ishlar qila oladi, hammasini video davomida sizlarga ko'rsatib beramiz. Narxini ham video davomida aytamiz. Xo'p, hozirgi paytda o'sha kunlar issiq qolganligi sababli yerlar o'zi tayyor bo'ldi. Shuning uchun orqasiga puluk naqasini ulab olganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, pulugimiz 2 korpusli. Mana bitta, ikkita. Mana legrovkalari hozirgi paytda tayyor. Yerda haydab ko'rsatib beramiz. Mana bu tomon sal ko'tarilgan, bu tomon pastroq. O'ziga yarasha legrovkasi bor. Bu mini traktor hisoblanadi. 25 ta ot kuchli. Balonlari ham bu traktorda boshdan aytib o'tib ketishim kerak. Bu yasama traktor. Bu hech qanaqangi Xitoy traktori yo'q, unaqa emas. Qo'lda yasalgan traktor. Diskalari ham Nivani diskalari. Balonlari lekin Xitoy balonlari. Короче, terma desak ham bo'laveradi. Prosta ozgina harakat qilingan, ishlatilgan. Hammasidan terma qilib mana shunday traktor ishlab chiqarilgan. Balonlari ham eng yaxshi balonlar. Rasa ishlatgan bo'lsak 1 yil ishlatdik bu traktorda. Hozir nimaga sotayotganimizni ham aytib o'tamiz. Mana motorlarini qismini ko'rsatadigan bo'lsak, motor qismi o'zimizda Xitoy universal motorlari. Ko'pchiliklar haligi dvijoklarda yoki suv nasoslarda turadigan motorlarning eng kattasi bu. Bitta porshinli bo'ladi. Mana gulishtirlari ham mana shu yerdan chiroyli qilib olib chiqilgan. Bu remin asosida asosan aylantirib beradi. Mana tomonda seplari bor. Seplari har doim ishlatayotganingizda yengil yog'lab qo'yasiz. Mana reminlari, remin bilan ishlaydi. Bu narsang o'zi ish beradimi deyotgan akalarimizga bu traktorda hozir ishlatish jarayonlarini hammasini ko'rsatib beramiz. Oldilari ham xuddi shunaqa. Balon aylanish jarayoniga qarang. Xuddi gidravlikaga o'xshaydi. Mana shu holatda. Bu traktorda ham o'tgan safar video qilib chiqargandik. Ko'pchilik ko'rganmi, yo'qmi bilmadim. Narxini o'sha paytda kelisha olmadik. Keyin biz sotishga qiziqmay qoldik, chet davlatga chiqib ketdik. Shundan keyin bu traktor ham qoldi o'sha yerda. Firmamizga olib kelib tashlaganmiz. Mana korobka jarayonni ko'rsatadigan bo'lsak, korobkasi Jiguli korobka. Skorlari 4 talik bo'ladi. Hozir yer ichida qaysi skorlarda haydash kerak, hammasini bir qator aytib o'tib ketamiz. Bu traktorimizda faqatgina orqasi tortadi xolos. Oldi tortmaydi. Shuni ham aytib o'tib ketishimiz kerak. Xo'p, endi nima narsalari bor deyotgan bo'lsangiz, komplektida ko'rishimiz mumkin. Kichik yerlarda, yumshoq yerlarda surish uchun mana bunday oldida surgisi bor. Bu surgisi mana oldi qismiga joylanadi. Mana shu yerga shunday qo'yib olasizda, yengil ishlar bo'ladigan bo'lsa, hammasini bemalol qilsangiz bo'laveradi. Xo'p, yana komplektida bu narsalar aytilgan narxlarning ichida qo'shib beriladi. Albatta xavotir olish kerak emas. Ochar, mana ocharlari bor ikkita, yana qo'shimcha g'ildiragi bor, arava tortish uchun mana bunday moslamasi bor. Orqasiga qotirib qo'yasizda. Mana bu yerda aravani ulab sudrab ketaverasiz, lekin aravasi yo'q, kuzatuvchilar. Faqat hamma bor narsalarni sizlarga aytib o'tib ketyapman. Xo'p, keyingi o'rinda mana chizel ochar uchun mo'ljallangan mana shunday narsasi bor. Mana ilariga. Mono narsasi o'zi manada turadi. Pulikni mana buni turish jarayonini aytadigan bo'lsam, mana orqasidagini bo'shatasizda, shuni shunday sug'urasizda, olib turib managa suqasizda, mononi bo'shatib turib, mana shu yerdan qotirib qo'yasiz. Chizel qilsangiz bo'laveradi. Orqasida 3 ta chizeli bor, yerni yumshatish uchun mo'ljallangan. Keyin mana misol uchun yozgi kunlarda bo'ladigan bo'lsa, o't o'rasiz yoki beda pishgan bo'lsa, bedalaringizni o'rib, bosib olish uchun mo'ljallangan, o'rib berish uchun mo'ljallangan mana bunday jatki. Jatkisi ham bor. Hammasi komplektda qo'shib beriladi. Bu jatki oldiga o'rnatiladi. Mana bu o'zining ikkita temiri bor. Mana ikkita temiri bor mana eda. Shularni shunday qo'yasiz. O'zida mana bunday palizlari bor. Palizlarni shunday suqasizda, mana ko'rishingiz mumkin. Mana teshiga sig'adi. Shunday suqib qo'yasiz, mana o'rtasida temir turadi traktorda oldidagi. Palizlarni suqib remin bilan ishlataverasiz. Remin qanday ishlaydi degan bo'lsangiz, mana yaqinroq olib ketishingiz mumkin. Remini mana bu narsaga reminni kirgizasizda. Mana yerda sepi bor. Bu narsani yana bir to'liq hammasini tushuntiraman. Bu ishlaydi. Yaqinda kuzda
o'zimiz ham bitta yerda makkapoya bor edi, o'sha makkani o'rdik, o'rib to'pladikda, o'ng tomonga press qilib bosib olganmiz. Mana shu o'zimiz firmamizga olib keltirib olganmiz. O'sha bahona bu traktor bu yerga kelib qoldi. Endi turibdi hozirgi kunda o'zimizda undan oldin 1 gektar yerimiz bo'lardi. Sotish sababini aytadigan bo'lsak, u yerimizni sotib yubordik. Sotib mana shunday mol firma qilyapmiz. Xudo xohlasa, yaxshi niyatda, agar kimdir havas qilgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yasizlar. O'shaning hisobiga endi bu traktorimizga ish qolmadi desak ham bo'laveradi. Ish yo'q emas, bor. Qishloq ishini qilsak bo'ladi, lekin undan boshqa bizning uyimizda molimiz bor, beg'omizlarimiz bor. Ortib bo'lmayapti bu ishlardan. Traktor bekorchi turibdi, faqat o'zimizning xizmatimizni qilyapti. Shuning uchun narxini yengilroq qilib, xudo xohlasa sotamiz. Narxi 34 million so'm. O'tgan safar ham 34 million qo'yganmiz. 32 millionga baraka bo'lgan joyda haligi akamiz $100 tashashgan, zalog qilib. Keyin bir haftadan keyin telefon qilyapti-da, pul topa olmay qoldim deyishdi. Endi o'shani hisobiga kuzatuvchilar, o'sha narxni o'ziga beramiz. 32 millionga, shunday tekis 32 millionga beramiz, lekin iltimos qilib qolardik. Bundan bu yog'iga tushib bera olmaymiz. O'zi bu traktor qimmatga tushgan. 38 million yo 37 million atrofida tushgan. Mana Jatkini o'zini bo'ladigan, oladigan bo'lsangiz ham yangisini bozorda 800 yoki $900 olasiz. Endi bu ozgina ishlatilindi, to'g'ri xizmatimizni qildi. Bu ziyoniga biz rozimiz. Shuning uchun bo'ladigan narxi 32 million so'm. Hurmatli kuzatuvchilar, 32 million so'mdan u yog'iga tushib bera olmaymiz. Dastavkasini bo'lsa o'zlaring mashina qilib olib ketishlaring mumkin. Xo'p, endi bu traktorimizda hozir sizlarga puluk qilish jarayonini ko'rsatib beramiz. Keyin o't o'radigan jarayonni ham bizda videosi bor, yozda o'rganmiz. O'sha videosini ham qo'yib o'tib ketamiz. Albatta videomizni oxirigacha tomosha qilib, videoga like bosib, kanalga bo'lsa obuna bo'lishni unutmanglar. Biz bo'lmasam boshladik. Mana kuzatuvchilar, yerimizga go'nglar ham sachildi. Xudo xolasa endi pullik qilish jarayonini sizlarga ko'rsatib beramiz. Bundan oldin albatta kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, videoga bo'lsa like bosib qo'yinglar. Kommentariyada bo'lsa chiroyli so'zlarni yozib ketaverasizlar. Agar sizga traktor prosta qiziqish bo'lsa, videoga ko'proq like bosib qo'yinglar. Traktor oladigan odamlarga bu videolarimiz tezroq yetib borsin. Xo'p, mana. Endi boshlanish jarayoni. Skors bo'shligini tekshiramiz. Mana endi oq narsasi bor. Shuni tortib turib, kalitda yuradi bu narsa. Mana. Kalitda bittada yuradi. Kalitda bittada yuradi. Birinchi skorsga solib turib, mana uni shunday tushiramizda. Hozir birinchisi o'rnashib olish qiyin bo'ladi o'shaning hisobiga. Mana. Mana shunday holatda haydalanaveradi. Yana orqaga yurib, men endi shunday haydayman, lekin to'g'risi traktorda zo'r qilolmayman, qo'limdan kelgancha. Buniyaqdan agar regirovkasini yanada to'g'ri qilsa, bulik chuqurroq botadi. Mana sizlarga haydash jarayonini ko'rsatib beraverayman. Xohlasangiz aylantirib olib, mana bunday qilaveradi. Mana. Orqadan ko'rsating. Hozir yerga go'ng sachilganligi sababli traktorning baloni aylanib ketyapti. Hali go'ng yangi ekan.
Mana. Mana hurmatli kuzatuvchilar, quruq yerda haydab ko'rsatib berdik. Hozir mana tomon sal namroq ekan. Mana quruq yerda juda ham chiroyli holatda ichi qurroq qilib haydab beryapti. Agar legirovkasini to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, o'zingiz bemalol legirovka qilib haydashingiz mumkin. To'g'risi pullikni o'zim yaxshi tushunmayman. Endigi qism bo'ladigan bo'lsa, yozda o't o'rganimizni ko'rishlaring mumkin. Kuzatuvchilar, videomizni shu yergacha ham tomosha qilib olgan bo'lsangiz, sizga kattakon rahmat. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Narxini aytib o'tdik. 32 million so'm. Bundan buyog'iga to'g'risi tushib bera olmaymiz. Faqat taqalgan narxi 32 million so'm. Dastavkasi bo'lsa, o'zingizning hisobingizdan bo'ladi. Agar mashinangiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz mashina topib chiqarib yuboramiz. Shofyor bilan narx-navosini o'zingiz gaplashib olsangiz bo'ldi. Xo'p, kuzatuvchilar, sizlarga rahmat. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizga ehtiyot qilinglar.